Tolibjonni qarang. Qachongacha ish ko'tarasan? Tolibjon xush kelibsiz ekan yurtimizga, vataningizga xush kelibsiz. Xushvaqtli ustoz, barcha xalqimizga sizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. O'sha meni qo'llab-quvvatlab qadrlashaganlar uchun barchalarga rahmat aytamiz. Men bitta yangilikni aytmoqchiman kelgan. Bitta yangilikni aytmoqchiman. Bugundan boshlab senga ham bu yangilik. Bugundan boshlab meni fikrim agar qo'shilsang xo'p deysan. Sen mana hozir vatanga qaytding. Ijodda endi keskin boshlaysan, to'g'rimi? So'z berasan-a? Endi bugundan boshlab Tolib musofir bo'lding. Musofir taxallusi bilan Xudo xolasa xalqimizni barcha shu xursandchilik kunlarida xizmatinglarda bo'ladi. Yana bitta yangilik. Tolibjon mana bu shahar